universal original zanjirli motoblok so'ragan mijozlar uchun akatlarning ichida plyuk qilishda, chisel qilishda hamda urug'i ekib dori tashib ketishda eng qulay bo'lgan gusnissali motobloklarimizni do'konimizga yetib keldi akalar. Video davomida shular obzorini qilib, narx-navosi ma'lumoti bilan sizlar uchun yoritib beramiz. Shu videomizga hozir robitadan like bosib turib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib 25-avgustgacha kela xarid qiladigan bo'lsangiz, narxlaridan 2000 so'mdan chegirmalar qilib beramiz yoki-da mashq pulni sizlar uchun qo'shib beramiz. Manzilimiz Marg'ilonda, hokimiyat to'g'risi joylashgan agrotexnikalar do'koni. Mana hokimiyat soliq to'g'risi joylashgan agrotexnikalar do'koni. Xo'p, bu motoblogimiz akalar ikki xil variantidan do'konimizga hozirgi kunda mavjud. Benzinli hamda salorkali modelidan do'konimizda bor akalar. Birinchi o'rinda benzinli modelimizdan tanishtirishni boshlaymiz. Ko'rib turgan motobloklaring 170 motorlar bilan jihozlangan benzinli gusnissali hisoblanadi. Ko'pchilik joylarda buni sep qismlarini akalar oddiy prostoy sepdan sotishyapti. Biz sizlarga original pechatli seplar bilan tavsiya qilamiz. Ko'rishingiz mumkin akalar. Kompleksda 3 xil 4 xil nasatkasi komplekt holatda qo'shib beriladi. Bu motoblogimizda ekinlar orasiga tushib, bunaqa urug'larda, dollarda bemalol ekib solib ketish uchun mo'ljallangan. Buni pluglarda ham bemalol qo'yib ishlatsangiz ham bo'laveradi. Bunaqa chisellarni ham moslab turib ishlatsangiz ham bo'laveradi. Ekinlarning orasi katta bo'ladigan bo'lsa ham yoki-da bo'yi uzun bo'ladigan bo'lsa ham bemalol o'rtasiga tushib beradi. Chunki santimetri 18-20-25 santimetr bo'ladi, ya'ni mana ani oladigan bo'lsak ham 25 santimetr. Motorini oldi tomonda o'zini zashta qilib turadigan duga qismlari tayyor qo'yilgan. Ruchnoy tortib yurg'iziladi, remon orqali ishlaydi. Bu eng original modelimiz, chunki mana o'ziga ham hamma yo'g'iga o'yib yozib bergan Kentaur brendidan. O'zdiqlari masliniy hisoblanadi. Akalar yoq quyib ishlatadigan bo'lsangiz, motoriga umuman chang o'tmasdan anchagina o'zaro xizmat qilib beradi. Orqasida selkasini tanishtiradigan bo'lsak, selkamizda akalar bemalol dorilarni solib ketib foydalansangiz ham bo'laveradi. Selkamizni ikkala tomonidagi o'xirlari legirovka bo'ladigan variantidan dori tashib ketish uchun ham mo'ljallangan. Orqa tomonda balonlari bor. Sep orqali ishlaydi, ko'rishingiz mumkin. Komplektda bu narsasi komplekt qilib qo'shib beriladi akalar. Skorslarga keladigan bo'lsak, oldiga ikkita, orqaga bitta skorslari bor. Skorslarga urasizlar, gazlarini beradigan bo'lsa, avtomatik yurish xususiyatiga ega. Benzinli modelimizda obunachilarimiz uchun kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, $550 qilib beramiz akalar. Chegirmada kela xarid qiladigan bo'lsalar, ustidan baraka qilinadigan, yana kelishiladi akalar. Kentaur firmasidan optimal sotaman degan akalar uchun chiroq narxlarda chiqarib beramiz. To'lov ma'lumotini pastki raqamlarga aloqaga chiqib bog'lanib olishingiz mumkin. Endi salorkali modelimizga o'tamiz. Salorkali modelimizni benzinga nisbatan rasxoti ozroq bo'ladi. Bu 1 litr benzin rasxot qilib beradigan bo'lsa, bu 800 gram, 700 gramdan salorka rasxot qilib beradi. Motor qismlari 173 motorlar bilan jihozlangan, mana ko'rishingiz mumkin. 173. Salorka baklari orqa tomonida 3 litr salorka baklari bilan jihozlangan. Santimetr sepini hamda qalinliklarini ham ko'rishingiz mumkin. Juda ham qalin, sifatli sep bilan jihozlangan. Bu ham original Kentaur firmasidan skorslari buniki ham yo'q tayyor qo'yilgan holatda bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Buni ham o'zida qismlari masliniy, bunga avtol qo'yib bersizlar, Qashqardan kirgan yerda qolishini hisobiga o'zaro xizmat qilib beradi. Endi komplektdagi narsalarga o'tadigan bo'lsak, komplektdagi narsasi ham universal ochar qilib ishlatsangiz ham bo'laveradi, ham plyuk qilib ishlatsangiz ham bo'laveradigan original plyuklarimizni yetib keldi akalar. Balonda izini ham, yonboshdagi izini ham bemalol olib ketish uchun mo'ljallangan. Buni yonboshga o'tkazadigan bo'lsa ham plyuk, o'rtada bo'ladigan bo'lsa ochar bo'ladi. Bemalol izlarini ham olib ketish uchun mo'ljallangan. Komplektda bu nasatkasi ham komplekt beriladi. Endi chiziliga o'tadigan bo'lsak, chizilimiz ham agatlarning ichiga legirovka bo'ladi, hamda tashqariga ham legirovka bo'ladigan universal chizillardan kelgan, ko'rishingiz mumkin. Bular kirib chiqadi. Buni pastga tepaga legirovka bo'ladigan modelidan ko'rishingiz mumkin. Rollari ham pastga tepaga tayyor legirovka bo'ladigan modelidan. Salorkali modelimizda $650 butun O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holat dastavka xizmatlari bilan qilib beramiz. Shunaqangi gusnissali sepli motobloklar urgan tanishlarga jo'natib qo'ysalar, biz topish anchagina oson bo'ladi. Pastki raqamlarga to'liq telefon qilib bog'lanib ma'lumotlarni olishingiz mumkin. $650 ga $550 komplekt nasatka bilan chiqadi akalar. Telefon qilib bog'lanasizlar bemalol.